Pakranida yurmoqchi bo'lgan akalarimizga full komplektimiz bilan sizlar tanishtirib boramiz. Aka qarang, 3 lik motorga idealni qilib propanni sizga tanishtirib boramiz. Birinchi o'rinda reduktor. Aka ahamiyat bering, original Attica reduktor. Buni poddelkasidan qanday farqliman degan bo'lsa, asosan mana shu prikladkasidan bilib olsangiz bo'ladi. Agarda poddelkasini qo'yadigan bo'lsa, saloningizga propan hidi chiqadi. Va bundan keyingi o'rinda turadigan narsa gaz klapan bo'ladi. Ahamiyat bering. Bu nima uchun kerak degan bo'lsangiz, balondan borgan birinchi davlanglar bunda turadi. Bu qachonki tokka bunga ruxsat bergandan keyin reduktorga o'tadi. Va bundan keyingi o'rinda ustanovka jarayoniga ketyapmiz. Aka ahamiyat berib turing. Ya'ni dutka bo'ladi. Mana dutkani ichini yaxshilab 4 tomonidan ochish kerak. Ya'ni mana bu teshigi kattaroq bo'ladi, kichkinaroq bo'ladi. Captivaga imini. Buni aytayapman shuning uchun aka faqat zapchasta emas. Misol buni ham original qilsangiz, gaz klapanni ham qo'ysangiz, balonni ham Belarusga qilsangiz, lekin mana shu joylarda podvayt qiladigan bo'lsangiz, mashinangiz yaxshi ishlamaydi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, ustanovkani to'g'ri qilmaydigan bo'lsa, mana sonra mashina oldida chiqarib qoqish kerak qaytadan. U narsalar sir sinovati bor. Shuning uchun aka aytayapman, sizga sifatli xizmat kerak. Bizda hamma video obzorimizni ko'rib chiqing, hammasini to'liq aytganmiz. Va buni shu zastonkaga o'tirgizgan vaqtda dutkani, ya'ni havo so'rib qolmash kerak, yaxshilab kilaylab o'tirgizish kerak. Va bundan keyingi o'rinda turadigan narsa multi klapan. Mana shu multi klapanning ichidagi narsalar hammasini olib tashlash kerak. Men hozir olib tashlab turdik, ish jarayonida video qilib beryapman sizlarga. Mana shu uchun tozalash kerak va spetsialniy termotrubka qilishlik shart. Agar termotrubka qilmaydigan bo'lsangiz, har zapravka qilganingizga zapravka joyi o'ynab qoladi, o'shani hisobiga utechka beradi. Xo'p, keyingi o'rinda mana ahamiyat berib qo'ying, Belarus baloni. Mana Belarus deb yozib qo'ygan balonimiz 60 bittalik Belarus baloni bo'ladi. Bu haqiqatan sizga xizmat portlab ketmasdan xizmat qilib beradi. Aka sizga ham xuddi shunday ishonchli, sifatli xizmat kerakmi? Har bir zapchastni ko'rsatib, ya'ni qaysi zapchast qayerda chiqqan, nima qilingan, shular haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, bizga bemalol obuna bo'ling va bu videoni barcha propan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborgan bo'lsangiz, kafolati bilan sizga aka ustanovka qilib beraman. Har qanday turdagi avtomobillarga Kia Sonet bo'ladimi, Captiva bo'ladimi, Malibu bo'ladimi, XL bo'ladimi, Premier bo'ladimi, 1.5 turbina bo'ladimi, barchasiga yuqori sifatda ustanovka qilib beramiz. Aka bizda faqatgina sifatiga klient bo'lasiz. Tanlovda adashmaymiz. Bu videoni propan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Sifatli xizmat 24 ga 7 obuna bo'ling. Lokatsiya va ma'lumot uchun pastda raqam qoldiramiz.